Assalomu alaykum hammaga. O'tgan safar qo'ygan videomizdagi 50 kilo balig'imiz tugadi. Ko'pchilik yetmay qoldi. Xudo xolasa baliq kelishi bilan kanalimizga qo'yamiz. Xabardor bo'lib turasizlar. Xabardor bo'lish uchun podpiska bosib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysalaring. Sizlarga video qo'yganimiz yetib boradi. Akalar, sizlardan hech qanaqa vaqt yoki pul talab qilinmaydi. Like bosib qo'ysalaring ko'proq odam ko'radi. Bizga motivatsiya bo'ladi. Mana hozir baliqni oxirgi 22 kilosini Toshkent Oqqo'rg'onga chiqaryapmiz. Farg'ona viloyati Boyda tumanidan. Qay holatda joylaganmiz? Banan korobkaga salafan tortganmiz. Salafan solganmiz. Shu holatda mana bir qator terganmiz baliqni. Xudo xolasa esalomon yetib borishadi. Bu baliq yetib borgandan keyin qay holatda tashlanadi, shu haqida ham ma'lumot berib ketamiz. Shu hovuzga qay holatda tashlanadi baliq. 10 litr suvga 1,5 kilo tuzni eritib, bitta ikkita o'zimizni aptekaga sotadigan zelonkadan kuyib, shu baliqni solib 1 minut aylantirib, vanna qilib solinaveradi ko'liga, o'sha hovuzga. Ilon baliqda ko'pincha bunaqa to'g'risi yaralar bo'ladi. Endi buni hali qo'pol tushuntirganda bu baliq to'riga pashti chiqmaydi, maydasi oxirida terib oladi. Terib buni sitkaga tashlaganda urilib qoladi baliq. Buni ziyoni yo'q, yaxshi bo'lib ketadi. Bu chidamli baliq. Xudo xolasa shu etganlarni qilib tashlasalaring, ortiqcha muammo bo'lmaydi. Suvlangda muammo bo'lmasa. Zelonka nimaga? Zelonka tuz. Bu yarasiga dori bo'ladi, ya'ni yarasini qotiradi va davolaydi. Akalar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalimizga kuzatib boringlar. Nima gap?